E'tibor bering, 1 million so'm bilan biror xo'jalik, biror inson tadbirkorlik faoliyatini boshlashi mumkin. Qo'qonda nima yo'q? Ishlab chiqarilmaydigan narsaning o'zi yo'q. Biz hozir Qo'qon shahridagi Saodat mahallasida Shuhratjon aka ustaxonasiga kelganmiz. Bu yerda Orzu brendi ostida mana bunday inkubatorlar ishlab chiqarilyapti. Rossiya Federatsiyasida birinchi inkubatorni sotib olib kelib, bu yerda ochirganimda natija yaxshi bo'lmagan. Aytishlari bo'yicha bu inkubatorlar O'zbekistonning har turli hududlariga yetkaziladi. Hozirgi bu inkubatorlar Samarqand viloyati hamda Toshkent viloyatiga jo'natilyapti ekan. Mana shu holatga keltirib, apparaturalarni qo'yib, elektr montaj ishlarini ham o'zimiz olib boramiz. Qiziq tarafi, narxi juda ham arzon. Mana bu yerda 75 talik inkubatorlar, bir paytning o'zida 50 ta tuxum qo'yish mumkin bo'lgan inkubatorlar hamda 100 ta tuxum qo'yish mumkin bo'lgan inkubatorlar bor ekan. Mana shu elektronika apparatlari hammasi Xitoydan keladi. Qolgan joylari shu yerda yig'iladi. Narxi aytib o'tganimizdek juda ham arzon. 50 talik inkubatorning narxi 600 ming so'm, 75 taliginiki 800 ming so'm hamda 100 talik inkubatorimizning narxi 1 million so'm. E'tibor bering, 1 million so'm bilan biror xo'jalik, biror inson tadbirkorlik faoliyatini boshlashi mumkin. Bu ishonish qiyin bo'lgan bir narsa. Mana shunaqa gaplar. Mana bu inkubatorlar mana Orzu brendi ostida. Bekorga bu ma'lumotni keltirib o'tmadik. Kimgadir foyda bersa, kimdir shu orqali o'z tadbirkorligini boshlab yuborsa, foydadan xoli bo'lmasdi. Manzil esa Qo'qon shahrida Saodat mahalla fuqarolar yig'inida Shuhratjon aka xonadonni so'ralsa, mana maqsadga muvofiq. Ana shunaqa gaplar. Qo'qon tadbirkorlarga boy.